Sizni bel dumbaza sohangizdagi og'riq bezovta qilyaptimi? Operatsiya qildirish yoki qildirmaslik haqida o'ylanyapsizmi? Qanaqa operatsiya qildirish kerakligini bilmayapsiz yoki kelajakda qanaqangi davolash usuli ustuvor bo'lishligini bilmayapsizmi? Demak, bu video siz uchun. Assalomu alaykum, men doktor Elbek. Demak, bel dumbaza sohasidagi og'riqlar butun jahon bo'yicha 266 millionga ko'payib bormoqda har yiliga. Mana bu suratda qizil bilan belgilangan bu ko'payishlar va yashil bilan belgilangan, demak, kam sonli bel dumbaza sohasidagi og'riqlar. Osteoxondroz bel dumbaza sohasidagi og'riqlarning eng asosiy sababchisi bo'lib, shifokorlarga murojaat qilishda 5-o'rinda turadi. Taxminan 37% gacha insonlar kasallanadi. 10% doimiy og'riqlar bilan hayot kechirishga majbur. 50 yoshda 10% bemor bo'lsa, 70 yoshda 50% bemor kasallangan bo'ladi. Disklarning degeneratsiyasi yoki parchalanishi demak 90% insonlarda kuzatiladi. Umurtqa pog'onasini, umurtqa harakat segmentini, anatomiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, disklar umurtqalar aro joylashadi. Umurtqalar tanasi, o'siqlari va nerv ildizidan iborat. Osteoxondrozni chaqiruvchi asosiy omillar bu jismoniy zo'riqish, avtotransportda ko'p harakatlanish, bu taksida yuruvchilari va demak haydovchilar uchun taalluqli travma chekish, semizlik va genetik sabablar ham bo'lishi mumkin. Demak, umurtqa osteoxondrozi o'zi qanday kelib chiqadi? Bu asosiy sababchisi umurtqalar aro disk zararlanishi va undan keyin bu zararlanishning umurtqaning boshqa sohalariga ko'chishi. Osteoxondrozni tarkibga kiruvchi asosiy patologik omillar bu disk churrasi, spondiloartroz, umurtqa stenozi va spondilolistezlar birgalikda umurtqa osteoxondrozini tashkil etadi. Mana bu suratda demak disk churrasining shakllari. Ana endi bel umurtqasi disk churrasi qaysi qismlarda bo'lib o'rganiladi? Birinchisi bu klinik anamnez so'raladi, oyoqda boshlangan yo belda boshlangan va qaysi bir ustun. Keyingisi albatta klinik nevrologik tekshiruv bo'lishi shart. Agar birorta shifokor sizga faqat snimka asosida xulosa chiqaradigan bo'lsa, demak bu asosiy yakuniy xulosa bo'lib hisoblanmaydi. Albatta ikkinchi shifokorning fikrini eshiting. Oyoqlardagi mushaklar quvvati, reflekslar va sezgi buzilishlar tekshirilishi kerak. Undan keyingina MRT, MCKT va boshqa tekshirishlar o'rganiladi va yakuniy bitta xulosa qilinadi. Demak, o'sha xulosalar asosida sizga konservativ yo jarrohlik muolajasi tavsiya berilishi mumkin. Konservativ davolarga nimalar kiradi? Jismoniy mashqlar, dori vositalari, fizioterapiya, reabilitatsiya, gomeopatiya, boshqachasiga mana bizda ko'p ishlatishadi, xalq tabobati. Mana shular. Demak, konservativ davoning ustunligini, og'riqni tez qoldiradi. Bir martalik qo'llanganda nisbatan arzon, ko'p vaqt talab etmaydi va xavf operatsiyaga nisbatan kam. Kamchiliklari nimadan iborat? Demak, nevrologik defitsitga ta'siri yo'q, qisqa muddatli ta'sir, nefro va gepatotaktik ta'sir ko'rsatadi va qayta uzoq muddat davolanishga majbur bo'ladi bemor. Konservativ davoga ko'rsatmalar. Demak, har bitta davolashga o'zining asosiy ko'rsatmasi bor. Agar sizga tavsiya etiladigan bo'lsa, xohlang qildiring, xohlang qildirmang, xohlang davolating, xohlang davolatmang, demak bu professional shifokorning fikri emas. Har bitta ko'rsatma ma'lum bir belgi, ko'rsatkichlarga asoslangan. Demak, konservativ davolashda og'riq faqat bel sohasida bo'lsa, disk protruziyasi darajasida bo'lsa, beldagi og'riq oyoqdagidan kuchliroq bo'lsa, nevrologik belgilar mavjudligi 6-12 haftadan kam bo'lgan bo'lsa va nevrologik belgilar kuchaymayotgan bo'lsa, bu bemorlar konservativ davolanganda 90% holatlarda disk churralari tuzalishi kuzatiladi. Demak, mashqlar, dorilar, fizioterapiya. Eng asosiysi bel umurtqasi sohasiga tushadigan nagruzka. Mana bu grafikda nagruzka ko'rsatilgan. Demak, tik turgan holatda bemor biron nimani ko'taradigan bo'lsa, unda bel sohasida eng yuqori nagruzka taxminan tushadi va undan ham yuqoriroq bo'lishi mumkin, faqatgina o'tirib ishlagan holatlarda. Mana shu holatlarda imkoni boricha bemor o'zini olib qochishi kerak.
Dori vositalari 5 ta asosiy dori vositalari bor. Albatta har bitta dorining nojo'ya ta'siri bor, shularni hisobga olish kerak. Blokadalar 4 ta asosiy blokada turi bor. Eng oddiysi va ko'p qo'llaniladigan paravertebral blokada, boshqachasi core blokada deyish mumkin. Qayoqqa yuboryapsiz aniq nuqta ma'lum emas. Va eng aniq demak blokada bu intradiskal blokada yo diskografiya deyiladi. Bunda juda ham shifokordan kuchli mahorat kerak bo'ladi. O'sha sohaga hech qaysi strukturani zararlamasdan yetib borish uchun. Endi jarrohlik usuli. Jarrohlik usuliga o'tadigan bo'lsak, perkutan usullar. Faqat terini biroz kesib, teri orqali kirib boriladigan kichkina kesmalar orqali bajariladigan operatsiyalar. Zamonaviy oltin standart, eng ko'p dunyoda qo'llanilgan operatsiyalar bu isbotlangan operatsiyalar endoskopik va mikroxirurgik. Ular texnikasi jihatdan bir-biriga teng bo'lgan usullar, faqatgina shifokor qaysi bir usulni tanlashiga bog'liq. O'sha usuldan bittasi tanlanadigan bo'lsa, demak, bu shifokorning mahoratiga va qaysi usulni o'ziga ko'proq ma'qul deb bilishiga bog'liq. Umuman olganda bu ikkita usul, endoskopik va mikroxirurgik usullar bir-biriga yaqin. Blokadalar haqida gapirdik. Demak, blokadalar paravertebral, sakral, foraminal va intradiskal. Endi jarrohlik usullarining ustunliklari: tezda og'riq qoldiradi, tiklanishi qisqa muddatda, klinikada 1-2 sutka qoladi va ishga qaytishi erta. Kamchiliklari, demak, yondosh disklarga zararlanishi, ya'ni nagruska qo'shimcha tushadi, bel og'rig'iga ta'siri yo'qligi, narkoz va jarrohlik asoratlari albatta bu yerda bo'lishi mumkin. Demak, jarrohlik muolajasiga ko'rsatma. Konservativ davo 6-12 hafta davomida samarasiz bo'lsa, yangi nevrologik simptomlar qo'shiladigan bo'lsa, bu boyagi gapimizga qo'shimcha, ya'ni shifokor snimkadan boshqa sizda albatta nevrologik tekshiruv o'tkazish kerak. Mavjud nevrologik belgilar kuchayganda, kichik chanoq a'zolari faoliyati buzilishi kuzatilganda, ya'ni siydik va axlat chiqarishda o'zgarishlar kuzatiladigan bo'lsa, u o'tkir kuzatiladigan bo'lsa, 24-48 soat ichida jarrohlik muolajasini bajarish tavsiya etiladi. Mana sizga taxminiy, demak, strukturasi operatsiyalarini o'ng tarafda mikroxirurgik, chap tarafda endoskopik usullar. Endi asoratlar qanaqa bo'lishi mumkin? Bosh og'rish, bo'yin og'rish, eshitish pasayishi, oyoqlarda paresteziya, ko'rish susayishi, ko'z to'rpadasiga qon quyishlar, tutqanoq bo'lishi, intrakranial bosim oshishi, epidural bo'shliqqa suyuqlikning doimiy qo'yilishi sabab bo'lishi mumkin. Demak, bu endoskopik usulda operatsiya bajargan holatlarda. Bundan tashqari mikroxirurgik operatsiyalarda intraoperatsion asoratlar bo'lishi mumkin. Bu qon tomirlar bilan va nervlar bilan, chandiqlar bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Endi kelajakda qanaqangi usullarga ko'proq urg'u berilyapti tadqiqotlarda? Demak, trombotsitlarga boyitilgan plazma. Bu sohada tadqiqotlar ko'proq olib borilyapti va o'zak hujayralarda. Nega? Sababi bu biologik isbotlangan, sizning o'zingiz uchun mos bo'lgan hujayralardan olinadigan davo usullari. Keyingisi sun'iy gellar va kleylar. O'sha disk churasi paydo bo'lishida uni oldini olish uchun qo'llaniladigan, demak, gellar va kleylar. Ular o'sha disk churasini hosil bo'lishini oldini oladi. Davolashda narx va samaradorlik jihatidan jarrohlik va konservativ usullarni solishtirganda, jarrohlik va konservativ davolar orasida aslida olganda farq uncha katta emas. Jarrohlik biroz qimmatroq bo'lishi mumkin. Uzoq muddat lekin konservativ davo hisobiga mehnat qobiliyatining susayishi hisobiga pul yo'qotish ko'proq zarar keltirishi mumkin. Eng samarali usul bu profilaktika bo'lib qolmoqda. Demak, agar sizga bugungi videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohlar yozishni tavsiya beramiz. Sizga kelajakda manfaatli bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Xayr, keyingi uchrashuvgacha.